Unashtirilgan qizim bir bola bilan 7 oy gaplashganini aytdi. Boshim qotib qoldi, nima qilay? Gaplashishda bitta xavf bor. Agar qalbiga muhabbat tushib qolsa, keyingi oilaga ta'sir qilishi mumkin. Bu endi men shar'iy jihatdan aytsam, agar shar'iy jihatdan, fatvo jihatdan bo'lsa, bu aybini yashirib uylanavering. Lekin maslahat jihatidan desa, maslahat jihatdan bu atroflicha o'rganilishi kerak. O'sha gaplashganda qanaqa gaplashgan? Birinchi muhabbati bo'lib qalbida qolib qolganmi? Agar shunaqa bo'lsa, keyin muammo chiqishi mumkin. Nega bu gapni aytyapsiz desangiz, biz tajribada odamlardan eshitganmiz endi hayotda. Ba'zida shu birinchi muhabbati bo'lib qoladi, keyin yashaydi, 5 ta 4 ta bola ko'radi. Keyin haligi muhabbat hali ham turgan bo'ladi, keyin oilalar buziladi. Yoki xiyonatga olib boradi. Mana bu hayotiy tajriba bu. Endi agar kelin bilan ko'ngli g'ijil bo'lib, o'sha muhabbat qolib ketganmikin qalbida deb hozir qalbi ranjib shubhaga tushgan bo'lsa, unda oila qurmas. Chunki shunaqa qilib haligi g'ijillik bilan oilani quradi, lekin bir umr haligi qizni boshini yeydi.